Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Короче, bugun biz bilmayman. Hamma videolarim boshida yoki angliskiy yoki koreyskiy, ruskiy shunaqa salomlashyapman. Bugun o'zbekcha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ha. Yana get ready with me. Qilamiz make-upga. Hozir men endi gaplashmoqchiman. Birinchi o'chirayotda yuzimni. Nimagadir yuzimga qora tochkalar ko'payib ketyapti va men bitlarim qurib ketyapti. Menga yaxshi kosmetologlar aloqaga chiqing. Hozir men sizlarga meni hayotimda bor, lekin sizlar umuman tanimaydigan tanishlarim haqida ozgina gapirib beraman. Короче, mana bilsanglar Telegram gruppam bor. O'shanga bitta inson deb yozilgan nickdagi odam, o'g'il bolam, qiz bolam bilmayman, juda ham yomon narsalarni tashlayotdi. Qarasam, uni akkauntiga kirib ko'rdim. Kim ekan degan maqsadda kirib ko'rsam, istoriyalar shunaqa diniy narsalarni qo'ygan, akani gruppamga tashlaydigan narsalar yo boshqa narsalarni ko'rib, odam hayron qoladi. Men yo ko'ringaning kabi bo'l, yo asling kabi bo'l, yo ko'ringan. Tushundinglar, shunaqadek. Mana sizlarga yaqinda ham bo'lgan narsani aytib beraman-da. Короче, konsertga tushdik. Konsertda Sharif akaning konsertlariga tushdik. Men o'zim opa-singillarim bilan tushdim. U yerda juda ham ko'p tanishlarimni ko'rdim. Men Instagramda o'zi yozishadigan, shunga qiladigan blogerlarimni o'zi ko'rdim va borib so'rashmayman men ularning yoniga, chunki ularni yoshi mendan katta-da, men taniydiganlarni. Shuning uchun men borib so'rashaman ular bilan. Men ular kelib men bilan so'rashini kutmayman. Так что o'zim borib so'rashgani menga yaxshiroq. Men ularni odam deb borib so'rashmayman. Они такие. Qalasiz. Men nimadir yomon narsa qildimmi sizlarga? No ладно. Endi hamma odam har xil, kimgadir так просто yoqmaysiz. Haqqasi rost. Men yaqinda, скорее всего, kal bo'lib qolsam kerak. Bitta men sochim shunaqa to'kilyapti, yo'q qolganlarni ham. Короче, o'tgan safar video qo'ydim-ku, men oyim bilan haligacha bilishmaydi, что ko'rsamanki. Oyim ko'rmabdilar menga. Menga hech narsa deganlar yo'q. Короче, nechadir yil oldin men Telegram kanalimda narsa yozgan ekanman-da. Shunga qaror qildim, что 2005-yil 5-sentyabrda to'yim bo'ladi deb yozgan ekanman. Nifika себе. Ammo o'sha paytda kimman ko'z ostimda bo'lgan? Hozir yo'q deyman, ko'z ostimdagi kimdir. Просто shunchaki o'sha 18 yoshimda meni yonimga ovqatga Shahzoda kelib qoladi deb o'ylaganman, не понимаю. Esingizmi, oxirgi vaqtda juda ham ko'plar chetga chiqishyapti. Kimlardir rostdan, kimlardir qasddan. Вот такой вот у нас final makeup. Agar esdan chiqib qolganini olishingizlar bilan xayrlashaman. Agar dashta sochimni va kiyimim oladigan bo'lsam, hali yana ko'rishamiz. Biz sevgilarimiz.